Bugun videoni olib bergani menga hech kim yo'q. Men o'zim videoga olib, sizlarga 3 ta arzonchi telefonni obzor qilib bermoqchiman. Xo'sh, maktab bozori yaqinda o'qishlar boshlanadi. Odamlarning shunchagidan ozgina pul qochadi. O'sha ozgina pulinglarga ham lekin iPhone olsa bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ringlar, like bosib bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Narxlari bilan qaysi modelligini sizlarga tanishtirib o'taman. 1, 2, 3 boshladi bo'lmasa, mana iPhone 11 64 talik, yomkislari 100 bo'ladi, ya'ni usilinliga almashgan. Endi holatini o'zingizlar bitta ko'ringlar. 64 talik iPhone 11 holatini ko'rdinglar. Narxi $180, ya'ni shu turishi, korobkasi yo'q. Shu turishi $180 chiqadi. Hali ko'p yillar xizmatinglarni qiladi. Keyingi telefonimiz iPhone 11 Pro, mana 256, yomkisida radnoy 69, holatini ko'ryapsizlar. Ekranimiz faqat original, yechma ekranga almashgan. Narxiga kelsak, buni ham narxi $180, korobkasi bor. Holatini yana bir marta o'zingizlar ko'ringlar. Zo'r holatda. Keyingi telefonimiz iPhone 13 bo'ladi, 128 talik. Yomkislari 77, mana holatini ko'ringlar, qanaqa zo'r holatda turibdi. Korobka dokumenti bor, ochilmagan, usta ko'rmagan. Bitta mana kamerasini masjidda ko'ryaptimi? Mana tirs qilgan joyi bor, lekin kamerasini ishlashiga hech qanaqa muammosi yo'q mana. Kamerada hech qanaqa aybi yo'q, faqat mana shu ustidagi shishasi nomiga tirs qilgan bo'ldi mana. Kamerasi chotki ishlayapti. Xo'sh, narxini $250 qilib chiqarib qo'ydi. 128 talik, yomkislari 77. Buni zo'rini, idealini olaman desanglar, bunaqada $350 chiqyapti. 128 talik 90 yomkiz sim, esim holatni ko'ryapsizlar, yengi bilan bir xil holatda. Narxi $350, $100 arzoniga, mana $250 ga mana shu iPhone 13 berib yuborishga tayyormiz. Bemalol kelib, tekshirib olib, ustiga ko'rsatib ketsanglar ham bo'ladi. Mana uxasi ham bir allanmalol, lekin ishlaydi. Ovozi past emas, baland chiqadi. Hozircha bizda yangi apparatlar $250 ga iPhone 13, 11 Pro, iPhone 11 lar $180 dan chiqyapti. Srochni kelganda tez aytvoramiz. Mana 16 Pro, 256, 90 yomkiz, bitta orqa kirishga almashgan sostenani ko'ryapsizlar. Ozgina oynalarda ham bor, yo'q emas. Xo'sh, korobka dokument. Buni narxini $790 qilib chiqarib qo'ydi. Bemalol kelib, tekshirib olib, xarid qilsanglar ham bo'ladi. Sostenani, abadovlarni bitta ko'rib olinglar. Oynasida nomiga chizilgan joylari bor. Orqa kirishgamiz almashgan. Zo'rlari $850 sotilyapti. $790, ya'ni $60 arzoniga zo'r deb o'ylayman mana shu 16 Pro ni. Bizda hozircha shunaqa yengilliklar, like bosib bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bemalol pastda qoldirilgan nomerlarga telefon qilib, boshqa ma'lumotlarni olsanglar ham bo'ladi. Aytgancha bizda faqat iPhone sotiladi. Rahmat hammaga.